Assalomu alaykum hammaga. Xo'p, sizlarga oddiy bitta live hack, shunchaki perivaldan chiqa turgan vaqtimizda bitta live hack qilib ketaylik dedik. Xo'p. Suv qizib ketib qolsa, dvornikni motorchigini sug'urasizlar. Dvornikni shilangini olasizlar, bittasini hop ko'rinyaptimi? Bittasini boltni rezvasi bor, bolti o'zi yo'q joyga shuni suqib qo'yamiz. Bu ikkinchisini bu joyga qo'yamiz. Ko'rinib turgan bo'lsa, ana shunday qilib qo'yiladi. Bachokka suv quyib olasizlar. Suv sepingchi. Bo'ldi. Mana shu live hack. Kimgadir foyda bersa, biz xursand bo'lamiz.